Xo'jalik haqqini topshirmadingmi? Bir necha kungacha. Qisqacha banamni tugab o'tmaydi ekan. O'tganda men vaqtida topshiratal deb aniq dedimmi sizga? Yo'ldoshingizmi deb qo'ydim yana. Hali unda banani ko'rsatib ekansiz, hali bu banani ko'rsatib ekansizlar. Necha vaqtdan bir yo'l qo'ygan ekan, bilinglar fikam odamni xijil qilmay. Ya bo'lmasa vaqtida ko'chamlar ma uyda. Jaq to'ydim bu haqqa ijaraga bergandim. Yig'lab ketibdi. Apa qo'yib qo'ydim sizni, xapimman. Xushmo'jashdimi? Bilmab babam sizga jumla yig'lama. Maqiyjimi bilam. Xushmo'jashdimi bilam. Maaşınızdan 3 milyon tursa, milyonini xo'jalik haqqiga berib bersak, qolgan 2 milyon turmushimizga yetadi. Shukr qilsak hammamiz o'takizdi xotin. Sen mush kunlarni qiyinchilik deb o'ylagan vaqtingda keynimizga qarab boq. Keynimizda egichoqsiz, uy makonsiz yana qiynayotgan nurg'un kishilar bor. Ular qaragan bizning turmushimiz yaxshi emasmi? Chiroyli o'g'limiz bor. Uni sog' salomat turibdi. Lekin bizning bolamiz bor tursa. Har bola o'z rizqi bilan tug'iladi. Bolamizning yana kelgusida uning kutib turgan shon sharaflari, toj taxtlari, uning mansub shonliq manzillari bor. Sen bunun ansirmagan xotin. Yaqinimizniki yana undan boshqa yillik mukofot puli chiqadi, yana terish boshqalarning qotimi. Bu kunlarimiz o'ng'ishlanib ketadi. Huzur ko'ra. Chiqib qarab boqay. Ata bayramga xotin. Afsus, men ishlaydi ekanman. Shunga bozorga chiqib o'zing yoqtirgan narsalarni sotib olgin. Bayraming muborak bo'lsin. Rahmat. Sen eng go'zal qiz. Aynigar. Ha? Cho'lani yig'ilmadingmi? Ha. Cho'laga soat ilib olgin. Ondan keyin bolaga bulmoq qilishni unutib qolma. Yo'lda qat qil. Va ish qilmadim xotin. Oldira qaytib kelsangiz, atlar bayramga fikr kiyim olaylik. Yana la to'ylik kostyum yeb qo'ying. O kostyum bekamroq. Bo'ldi lekin dema. Va ish qilmadim. Lekin onlar bayramida ammayli desem unutmagan to'g'ri. Tatlı koza. Keling, Chintimir Batrum. Qishingiz opangizga o'xshabdi, mana. Tushunchimi? Kirlama. Voy. Qara maqtani. Qissan shunda o'xshabdi buni. Masalan. Qo'l chiqamsiz? Ha, bo'ldi. Metin. Chiqmaydi bu bilan opsiga. Chintimir Batur. Men xizmat qilay degan. Men bir narsani kam qildimmi? Bir narsani kam qildimmi bilan? Men sizlarni qiynab qo'ydimmi? Bizni qiynab qo'ymadingiz. Ya bir narsamizni kam qildingiz, lekin o'zingiz kerak bo'lganini kam qildingiz. Men sizlardan ortiq hech nima kutib boqmadim. Men talabni qilib boqmadim. Buningdan keyin o'xshash. Ham hozirmi talab qilmayman, kutmayman. Men faqat sizlar bo'lsanglar bo'ldi. Men sizdan
Artıqni kutmayman. Barliqimiz sizlar uchun. Ammo balamiz cho'ng bo'lsa, o'zining nurg'un arzu-armonlari bo'lishi mumkin. Arzu-armonlarga yetolmay yerga qarab qilishni men xohlamayman. Ham sizningmi yerga qarab qilishingiz men uchun o'lim. Lekin balamiz tiq kichik. Kichikli bir balani sen xizmat qilma deb uy tashlab qo'ysang, balaning kelgusini o'ylashimiz kerak. Kelgusi parlaqini biz xizmat yoki boshqa bir turmush tufayli yo'q qo'ymasligimiz kerak. Balamiz yolg'iz qolmaydi. Uyimizning xo'jayinining ayolimi uyda turso'li qildi. Shunga men öndedar ashqil bo'lgan telefon kerak. Siz men o'gitding, men uyda o'tirib turso'li qilay, shunda bo'lgan balamiz yolg'iz qolmaydi. Qarg'an sen bir qaro gap bo'lgan o'xshaysan. Bo'ludi. Bu oila sening va mening ikkalaning o'rtaq oilasi. Bizning balamiz bor. Balamizga yuz keladigan asosda, balamizning kelgusini qo'g'dab qoladigan asosda xizmat qilma desang, men buni qo'llayman. Umoq balam o'tan yashnab ketdi. Aynigar? Bu telefon sana keldi. Şeyime gırım buyurdu. Hep kettojma. Neden? Apa soru kali? Yaxshimi aka? Yaxshi. Sizlab mangan, tezroq uchrab qoldingiz. Menimi? Ha. Şimdi şu xo'jalik pulni topshirayotay deb. Voy bu pul jiqqo. 3 oylik xo'jalik puli. 3 oylik? Ha. Yo'ldishingiz mukofot topdi, ha? Yo'q, Emsi buncha jiq pulni nereden topdingiz? Şeyma'dan keldi. Şeyma? Nima o Şeyma degan? Bizning shirkat? Şirket? Ha? Siz qachonli pul söylep uyingizga olsam shu bola yiqishdan boshqa hech nimani bilmaysiz. Shirkat deb qo'ying. Sizga keyin tushuntirayam, siz balam yolg'iz qolgan, men manglashtirib. Bu shirkatmiş de. Aynigar, Ha, chopinimni chiqib berganman o'ngay. ma'qul. Mening bu chopinim yo'qdi-ku. Sizga setib oldi. Pul nereden keldi? Şeyma'dan. Şeymadan. Ha. Mena. Shunday. Rahmat xotin. Qo'l chopinimni chiqib bergan. U chaponni yuvib qo'yaymish, yana bo'ldi. Albatta mushuni kiyma.
Ammo chaponli yonchiqli pul bor. Xo'jalik haqida topshirdim. Qo'shiliq haqqini topshirib bo'ldim. Yana kelib 3 oylikni. Nima? Rasli qarz oldingmi? Yo'q. Oğlum sen şeymen qilib mushta jiq deb ketding. Kirib chopinimning yonchiqdan ozroq pul chiqibdi. Men kira qilmoqsin pul endi olay. Bu chapanni yanchiqdan pul bor. Bu ya. Şeyme beri. Bu mu sevmedik ya lan? Çık bu taraftan. Ben bana Nima bo'ldi? Bir narsa unutib qolibsizmi? yok. Nima bo'ldi? Agar bir qizimiz bo'lsa, Ha, qizimiz bo'lsa nima bo'pti? ismini Şeyma qo'ydim. Tamam oldu. Şeyme.